Bu videoda biz Regos tizimidagi kontragentga o'tkazish hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonini ko'rib chiqamiz. Bu operatsiya korxona omboridan mijozga mahsulot chiqarishni qayd etadi va hisobni shaffof qiladi. Hujjat yaratish uchun menyudan savdo va chakana savdo, sotuv va kontragentga jo'natish bo'limiga o'tamiz. Bu qismda yaratish tugmasini bosamiz. Sana, narx turi, korxona, ombor va kontragentni ko'rsatamiz. Saqlash tugmasini bosamiz va yaratilgan dokumentga mahsulotlarimizni qo'shamiz. Mahsulotlarni qo'shish uchun pastki qismda mahsulot nomi yoki ishtirok kodini kiriting yoki qo'shish tugmasi orqali mahsulotlarni tanlang. Qo'llash tugmasini bosamiz va miqdorini ko'rsatamiz. Narx avtomatik tarzda ko'rsatiladi, uni o'zingiz o'zgartirishingiz mumkin. Qo'llash tugmasini yana bir bor bosamiz va o'tkazish tugmasini bosamiz. Shunday qilib biz kontragentga o'tkazish dokumentlarini ko'rib chiqdik. Hujjat yaratish, mahsulotni qo'shish bu operatsiyadan to'g'ri foydalanish hisobni aniq va mijozlar bilan munosabatlarni ishonchli qiladi.